barchaga assalomu alaykum aziz obunachilarim va boshqalar. Bugungi videomizda jonli efirni qanday yoqishni, nimalar qilishni, nima bajarishni, sharti nimadaligini tushuntirib o'taman. Bu videoni olishdan sabab ba'zi bir obunachilarim menga xabar berishdi, iltimos qilishdi. Iltimos jonli efirni qanday yoqishni o'rgating degan. Xo'p deb qo'ydim. Va'da mana sizlarga o'rgataman. Sizlar esa iltimos videoni oxirigacha ko'ringlar bolalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar va unga like bosib, obuna tugmasini shaq etib bosib qo'yinglar bolalar. Qani unda go. Xullas mana YouTube bosh ekrandamiz. Plus tugmasini bosamiz. Bu yerda postlar chiqadi, bu yerda postlar qo'yasizlar. Bu yerda jonli, hozir jonliga o'tamiz. Bu yerda kiritishni bossak, mana bu yerda istalgan videoni qo'ysak bo'ladi. Xo'p, keyin mana videolar bu yerda 15 minutlik, 17 minutlik hozirgan maksimalni 15 minutlik video qo'ysalaring bo'ladi. 1 soatgacha, 3 soatgacha video qo'ysalar. Xo'sh, bizga jonli efir kerak. Jonli efirni ham yoqadi. Jonli efir tarafga o'tdik. Endi jonli efir tarafga o'tganimizdan keyin mana yerda ruchka turadi. Mana yerda ruchka. Ko'rasizlarmi? Mana oq bo'lgandiku, mana Sardor YouTuber efirda deganda mana ruchka belgisi, belgisini shuna bosasizlar bolalar. Ruchka belgisini bosdik mana. Endi bu yerda nimaga o'tadi? Endi bu tomonga o'tamiz biz. Mana yerda katta mana to'rtburchak ekran mana profilim turgani mana oq bo'lyapti mana. Profilim turgani bu eskiz, ya'ni jonli efir uchun eskiz degan shablon. Buni nima uchun kerak? Qo'yish uchun eskiz mana bu rasmlar turibdi, turli rasmlar turibdi. Masalan, men boshlash uchun o'zi eskiz tayyorlab qo'yganman. Mana bu meni eskizim. Bu eskiz katta bo'ladi. Jonli efirni o'zini eskiz qo'yish uchun buni kichikroq qiladi. Buni ikki barmoqda ekran ustiga bosib turib, kichaytirib, to'g'rilab olsak bo'ladi. Ko'rlarmi? To'rtburchak ichiga tushdi. Ko'rlarmi bolalar? To'rtburchak ichiga tushdi. Endi saqlash. Mana yerda saqlash tugmasi turibdi mana, saqlash. Ko'rasizlarmi? Mana saqlash tugmasini bosamiz. Mana saqlandi. Eskizimiz saqlandi. Bu hozir shortsli video, lekin endi videoni stream tugatgan paytda tayyor tugmasini bosgandan keyin mana shu bilan birga yuklanadi. Xo'p, mana yerga nom qo'yamiz. Istalgan nom, jonli efir nimada. Masalan, men qo'yishda o'zing bilasizlar. Reshetga qo'yaman. Free Fire Stream. Mana qizilni bosamiz, stream. Mana qilamiz. Keyin donat uchun deymandagi. Donat uchun deymandagi ikkita nuqta qo'yaman. Keyin bu yerda ID kartani kirgizaman. Keyin mana yerda ochiqligi, hamma uchun ochiqni bosasizlar. Faqat havola uchun bossalaring, masalan, Telegram kanal birovning lichkasi, Telegramdagi lichkasiga tashish mumkin degani, o'sha lichka orqali sizlarning jonli efirlaringizni kuzatadi. Hamma uchun ochiqqa bosasizlar. Hamma uchun ochiq, chunki hamma ko'rish kerak bu jonli efirni. Ko'rish kerak, hamma uchun bosdik. Auditoriyani tanlash, ya'ni jamoat tanlash. Bu yerdan qaranglar. Bolalar uchun yaratilganini bosmaysizlar. Uni o'rniga yo'q, bolalar uchun yaratilmaganini bosasizlar va pastga tushasizlar. Mana yerda qaranglar. Ko'rasizlarmi? Video faqat 18 yoshdan kattalar uchun deyilgan, lekin 18 yoshdan kichiklar ham ko'radi-ku. Shuning uchun 18 yoshdan kichiklarga o'tkazib qo'yamiz. Mana buni bosmaysizlar-da, buni bosasizlar. Yo'q, video 18 yoshdan kichiklarga ham mos deysizlar.
ham bo'ldi. Yo'q bolalar uchun yaratilmagan bo'ladi. Mana endi tartib kiritish. Istalgan tartib kiritishlar. Bu yerda istalgan tartib kiritishlar bo'ladi. Bu yerda istalgan tartib kiritishlar bo'ladi. Masalan, men tartib kiritishda nima kiritaman? Buni bosaman. Shu ketdi. Buni bosaman-da. Bu yerda subscribe, ya'ni obuna bo'ling degan ma'noni kiritaman. Obuna bo'ling degan inglizchadagi. Mana yerga joynoma. Sizlar O'zbekistondasizlar. O'zbekistonda bosinglar. Mana O'zbekiston. Joynomi O'zbekiston bo'ladi. Endi mana yerda Secrencast degan. Masalan, playlist o'yini. Ekran zapis bilan yoqiladi. Shuni ekran zapisini yoqish uchun, masalan, o'ynash uchun PUBG o'ynaysizlarmi, Free Fire o'ynaysizlarmi, deb o'ynab ko'rsatish uchun shuni yoqib qo'yinglar. Yoqishlaring shart. Keyin o'yin nomini kiritasizlar. Masalan, men Free Fire o'ynayman. Free Fire bo'yicha stream olib boraman. O'zlaring ham bilasizlar. Mana yerga Free Fire deb yozaman. Free Fire o'ynayapman. O'zi chiqib keldi. Keyin bolalar, qaranglar. Keyingisi degan tugmani bosasizlar. Bolalar, yaxshilab o'zinglarga. Mana eskiz qo'yish kerak. Nom kiritish bo'lsa, men nom kiritdim. Ochiqligi hamma uchun ochiq. Auditoriyani tanlash yo'q, bolalar uchun yaratilmagan bo'lsa, tavsiya kiritdim. Subscribe. Join O'zbekiston. Nima uchun jonli efir boshladim? Free Fire bo'yicha jonli efir boshladim. Shuning uchun o'yin nomini ham kiritib qo'ydim. Keyingisi degan tugmani bosamiz. Bu yerdan OK ni bosamiz. Start now ni